18 fevral Peyşembe günü Uyghur mecburi emgekinin aldını eliş kanunu Amerika Avam Palatasıda qayta tunuşturuldu. Bu qanun layihəsinin yanılanğan nüsxəsi aldın qayda Kengeş Palatasıda tunuşturulğan idi. Mazkur qanun layihəsi ma'qullanğan təqdirdə Amerika prezidentiga Uyg'urlarni mecburi emgekka selishqa chetishliq har qanday kishiga jazo tadbir qo'llanishi huquqi berilgan. Shundaqla Xitoydan mal ta'minlayotgan Amerika shirkatlariga mahsulotning kelish manbasini tekshirish, moliya xotiralarini oshkorlashdek talablar qo'yilgan. Demokratlar partiyasining vakili Jim Makroven bu qonun loyihasini qayta tunishtirganda Uyg'ur elidagi iqtisodni majburiy emgak va bostirish asosida qurilgan deb tasvirlagan. O yana mundaq degan: nurg'unlagan Amerika shirkatlari, xalqaro shirkatlar va Xitoy shirkatlari majburiy emgakdan foyda olyotidi. Majburiy emgak asosidagi mahsulotlar yer shari ta'minlash zanjiriga va davlatimizga davomli kiryotidi. Davlat majlisimiz buningga allburun tadbir qo'llashi kerak edi. Uyg'ur mecburi emgekining oldini olish qonuni Amerika Avam Palatasida har ikki partiya vakillarining kuchli qo'llashiga erishgan qonun loyihasidir. Türkiye bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Türkiye parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sish uchun to'plangan 10.420 kishilik imzo Kelajak partiyasi tomonidan Türkiye parlamentiga topshirib berilgan. Türkiye axborotlarda Türkiye bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining 2017-yili ikki davlat ministrlari orasida imzolanganligi, 2019-yili Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan buningga imzo qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Türkiye parlamentining ma'qulligidan o'tmaganligi xabar qilingan edi. Bu xabar tarqalgandan keyin Kelajak partiyasining yoshlar yacheykisi Turkiyaning Konya viloyatida imzo yig'ish faoliyati uyushtirib, jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tishini to'sishga tirishgan edi. Qisqagina vaqt ichida 10.420 kishilik imzo yig'ilgan bo'lib, bu imzolarni 17 fevral kuni Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ lager qurbonlarining oila a'zolari bilan birlikda Turkiya parlamentining raisiga hamda parlamentga har qaysi siyosiy partiyalarning vakillariga topshirib bergan. Ayning 18 kuni Xitoyning Bermada turishliq bosh elchixonasi oldida Xitoy jahongirligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Egalanishcha namoyishchilar Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat, Hong Kongdagi bostirishni to'xtat, Berma zaminiga tajovuz qilish orzuyinglar amalga oshmaydi degan shiorlar yozilgan plakat va lozunkalarni ko'targan. Yuzlagan namoyishchi Xitoyning mustabid hokimiyati va tajovuzchilik urinishiga qarshi shior to'lg'an. Berma armiyasi 2020 yili 8 noyabrdagi saylamda aldamchilik qilingan deganni bahona qilib, bu yil 1 fevral harbiy o'zgarish qo'zg'agan edi. Xabar qilinishicha, Xitoyning ikki dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqi Xitoy dengizidagi talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalikiga kirgan. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11-rayon dengiz qirg'oqi muhofazat markazining xabariga qaraganda, Xitoyga tava paraxotlar davlatning zamin butunligiga xiloflik qilgan. Shu yer vaqti atdigan soat 4:50 minut o'tganda paraxotlar Kubajima oroli atrofidagi baliq tutayotgan Yapon baliqchilik kemalariga yaqinlashgan bo'lib, Xitoy paraxotlarining bu yerdan ayrilishi ogohlantirilgan. Amerikada 10 yil qasam berish gruppasidagi 6 kishi parlamentning hujumini planlagan deb ayblandi. Adliya ministrligining bayonotida 10 yil tashkilotining 6 a'zosining qurultay binosiga hujum qilishni planlaganligi ayblangan. Adliya ministrligining bayonotida qasam berguchilar guruhining a'zolari bo'lgan bu kishilarning Amerikaga suiqasd qilganligi va 6 yanvar qurultay binosiga hujum qilishni planlaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda tilga ilingan 6 kishining federativ mol-mulkini bulash va ommaviy binolarga qonunsiz kirish orqali Amerikaga suiqasd qilganligi bayon qilingan.